Men hozir bir hadis aytaman. Mana shu hadis hammamizni ustozlarimizga, hamma muallimlarga rohat bo'ladigan bir hadis azizlar. Imom Termiziyda kelgan bu hadis. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar: "Innalloha va malaikatahu va ahlas samawati val ardin hatta an-namla fi juhriha va hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayra." Ya'ni aytibdilarki, albatta Alloh, qarang, albatta Alloh va Allohning farishtalari, osmon va yerdagi barcha zotlar, hatto yerni ostidagi chumolilar, suvdagi baliqlar hammasi odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi. Qarang, ichimizda bitta oddiygina bir muallim bo'lsangiz, sizga Alloh, Allohning farishtalari, yer va osmondagi zotlar, hatto yer ostidagi qumursqalar, suv ostidagi baliqlar ham haqqingizga duo